Assalomu alaykum. Kasaba uyushmalari faoliyatiga doir turkum ko'rsatuvlarimizning navbatdagi soni efirda. O'tgan safar kasaba uyushmalarining vakolatlari to'g'risida gaplashgan edik. Mavzuni davom ettirgan holda qayd etish kerakki, har qanday ish beruvchi, u xoh korxona yoki tashkilot, davlat muassasasi bo'lishidan qat'iy nazar, kasaba uyushmasining menga ne nafi bor deb o'ylashi tabiiy. Tasavvur qiling, siz ish beruvchi. Siz rahbarlik qilayotgan idora yoki tashkilotda korxonada 100 dan ortiq xodim mehnat qilmoqda. Ushbu jamoada mehnat munosabatlari qonunga mos bo'lishi uchun qator hujjatlar qabul qilinishi kerak. Shundagina xodimlar mehnati to'g'ri yo'lga qo'yilgan, baholangan bo'ladi. Ularning mehnatiga haq to'lash mezonlarining qonuniy asosi yaratilgan hisoblanadi. Xususan, xodimlaringiz bilan mehnat munosabatlariga oid masalalarni o'rnatish, ya'ni qaysi vaqt kelib ketishi, qachon qisqa dam olishi, ish kunlariga doir va boshqa hal etish uchun qabul qilinayotgan me'yoriy hujjatlar yuridik kuchga ega bo'ladi. Ishga kechikib kelishadi, ish vaqtida magazinga yurishadi. Xodimlar ishga o'z vaqtida kelmayapti. Berilgan topshiriqlar o'z vaqtida ado etilmayapti. Soddaroq aytganda, mehnat intizomiga rioya qilinmayapti. Bunday sharoitda ishchilarni bo'shatib, o'rniga yangi xodimlarni olaversangiz, korxonangiz yoki idorangiz obro'siga putur yetishi mumkin. Tizimsizlik yuzaga keladi. Kasaba uyushmasi bo'lganida edi, mehnat intizomiga rioya qilish va qo'llashga oid masalalar, ya'ni ichki mehnat tartibi qoidalari to'g'ri hal etilgan bo'lardi. Pashsha, yasha. Ish bor joyda xato kamchilik bor. Ish joyida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan mehnat nizolarini ish beruvchi va kasaba uyushma qo'mitasining qo'shma komissiyasi, ya'ni mehnat nizolarini ko'rib chiqish komissiyasi oldini olishga erishgan yoki hal etgan bo'lar edi. Bunda komissiya a'zolari soni ikki tomondan ham teng miqdorda bo'lishi talab etiladi. Menga tegmang, iltimos. Bunaqa ishchon xodimni may qo'yasiz. Mamlakat kadrsiz qo'yadi. Ya boshim ko'rmang. Nojo'y bu. Shu bilan birga jamoat shartnomasi orqali qonuniy asosga ega bo'lgan qo'shimcha imtiyoz va kafolatlardan tashqari ishchi xodimlarga majburiyatlar ham o'rnatilishiga erishilgan bo'lar edi. Ana shu putovkalardan bittasini menga bersangiz. Yo, ma'qul. Mayli, buni ham o'ylab. Demak, Shuningdek, tashkilotning mehnatga haq to'lash fondidan xodimlar va ularning oila a'zolarini sog'lomlashtirish, sport va ommaviy madaniy tadbirlar uchun qo'shimcha mablag'lar ajratish imkoniyati yuzaga kelardi. Shuningdek, xodimlaringiz va ularning oila a'zolarini kasaba uyushmalari yordamida ham ijtimoiy sug'urta mablag'lari, ham kasaba uyushma budjeti mablag'lari hisobidan imtiyozli ravishda sog'lomlashtirib berish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xullas, yuqoridagilardan xulosa qilinsa, kasaba uyushmasi bo'lishi turli korxona, tashkilot yoki idoraga koni foydadirki, aslo zarari yo'q. Kasaba uyushmasi faoliyati to'g'ri tashkil qilinsa kifoya. Bugunga mana shular. O'ylaymanki, mavzu tushunarli bo'ldi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha o'zingizni asrang.